Hozir mana shu unvonimni onamga topshiramiz. Mama, oyijon. Voy qizim, tabriklayman, ko'rdim. Tabriklayman, katta unvonlar bilan. Oyijon, mana shu unvonni men sizga topshirmoqchiman. Menga? Qani qarang, shunaqa chiroyli. Voy, Faxriy unvon. voy qanaqa baxtli. Guvohnomasi mana oyib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aytaman. Mustafa Qadirov, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgansiz. Allohga behisob shukr. Rahmat prezidentimizga shunaqa katta mukofot senga bergani uchun. Tabriklayman bolam. Rahmat, Bundan martaga ulug' bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman qizim. Aytganingiz kelsa, Rahmat, rahmat. fursatdan foydalanib prezidentimizga, mening prezidentimga men kattakon rahmat aytmoqchiman. Men juda ham baxtli insonmanki, shu vatanda xizmat qilayotganimdan, shu vatanda tug'ilganimdan men g'ururlanaman. Allohimga shukr. Ana shunaqa inson borki, bizani davlatimizning rahbari. Demak, biz tinchlik, xotirjamlikda doim yashaymiz inshaalloh. Baxtli bo'lib yashaymiz. Mana shunaqa zo'r mukofotlar qo'limizga olamiz inshaalloh. Ilohim bizani baxtimizga sog' bo'ling, yurtboshimiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'zingiz bilasiz, men doim sizga aytaman. Men sizni qadrlayman, men sizni yaxshi ko'raman. Allohim ikki dunyo saodatini bersin sizga, sizni oilangizga, yaqinlaringizga. Yana men ham o'zim nomimdan, oilam nomidan sizga o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sizga uzoq umr, baxt, ishlaringizga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Boringizga shukr. Siz bizani giroyimsiz. Sizni eng chiroyli jihatlaringiz, siz hech qachon bu hayotda to'xtamaysiz. Energiyaga boy insonsiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Rahmat.